O'zgidromet ertangi ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 gradus, kunduzi 35-37 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 gradus, kunduzi 32-37 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 gradus, kunduzi 35-40 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 gradus, kunduzi 33-38 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 gradus, kunduzi 35-40 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 gradus, kunduzi 32-37 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 23-28 gradus iliq bo'ladi.